Hörmətli qarindaşlar, Şərq Türkistan Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısına görüşənlərlə qızğın qarşı alırıq. Xitayning Şərq Türkistan xalqiga qaratilgan kishilik huquqqa daxl taruz qilish qilmishlarini baholash uchun ta'sis qilingan Uyg'ur sud kollegiyasi 4-iyundan 7-iyungacha Londonda ochiq isbot anglash yig'ini ochgan. Xitoy Diplomatiya Ministerligining bayonotchisi Zhao Lijian seshanba kuni kundalik axborot e'lon qilish yig'inida atalmış Uyg'ur sud kollegiyasi qonun bilan munosabati yo'q. U faqat Xitoyga qarshi boshqa bir bema'nilik. Atalmış sud kollegiyasi haqiqat emas, balki tashkillangan programma. Faktni dalillamasdan oldin yakun chiqardi. U adolatni qo'g'lash tirishchanligi ko'rsatmay, balki qonunga xiloflik qilish harakati sodir qiladi. Uning fondiga eng ko'p tuhfa qo'shganlar bo'lginchilik ideyasini qo'zg'agan Xitoyga qarshi tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Uning raisi Jeffrey Nice dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquq to'g'risida arzimas arz sunganligi bilan dang chiqargan. Uning Xitoyga qarshi kuchlar bilan qo'yiq munosabati bor. Atalmış mutaxassislar Avstraliya Strategik siyosat instituti va Adrian Zinisni o'z ichiga oladi. Ular uzundan buyon Xitoyni haqoratlash uchun mish-mish paranglarni to'qib kelyotdi. Atalmış guvohchilarning hammasi azaldan yuz bergan har xil ziyonkashlik hikoyalarini to'qib chiqqan artistlardir. Şinjan Xitoyning bir rayoni, texmi zo'r taraqqiyotdan bahramon bo'ladi. Dunyoda Şinjanga obyektiv va adil qarashni talab qiladigan ovozlar ko'payadi. Oxirida maqsadlik rejissyorlik qilgan va o'rindigan bu qalaymqon ko'rinishning hammasi bekorga ketadi deb chalvo qilgan. Xabarda bu sud kollegiyasining Angliyada tizimga oldirgan shaxsiy shirkat ekanligi, uning mablag'ining asosliq manbasi Xitoyga qarshi atalmış bo'lginchi tashkilotlardan kelganligi qayd qilingan. Xitoy albatta chalvo qaydi. U chalvo qilgan sari o'zining Sharq Turkistonning qo'ldan berib qo'yishidan, Sharq Turkiston xalqining qo'zg'alib vatanini qo'liga elishidan har vaqt andish qiladi, qo'rqadi. Yaponiya Nikkei gazetining seshanba kundagi xabariga asoslanganda Hong Kong bilan Sharq Turkiston masalasi pat arada o'tkaziladigan G7 davlat boshliqlari yig'inida muhim masala qatorida muzokara qilingan. 11-iyun Angliyaning g'arbiy janubidagi Kornvalda boshlangan 3 kunlik suhbatda Tayvan bo'g'ozining bexatarligi va Hong Kong, shundaqla Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati asosliq muzokara qilingan. G7 rahbarlarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga bo'lgan andishisining asosiy tema bo'ladiganligi mo'ljallanmoqda. Bu yilqi boshliqlar yig'iniga Amerika, Kanada, Angliya, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiyadan iborat 7 davlatdan boshqa Avstraliya va Koreya ham taklif qilindi. Bu G7 rahbarlarining 2 yildan buyongi tunji yuzturani suhbat o'tkazishi hisoblanadi. 4-oyda o'tkazilgan Amerika-Yaponiya boshliqlar yig'ini va 5-oydagi Amerika-Koreya boshliqlar yig'inining birlashma bayonotida Tayvan bo'g'ozi tilga ilingan bo'lsa, Washington bu yilqi 7 davlat guruhi boshliqlar yig'inidan foydalanib, boshqa asosli iqtisodiy gavdalarni Xitoyga qarata birdek muomala qilishda birlikka keltirishga qoyil qiladi. Nikkei gazetining tahliliga asoslanganda, Yevropa davlatlarining dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyga tutgan pozitsiyasida izchil mutaassiblik bo'lganlikdan iqtisodiy munosabatni saqlab qolishda Yevropaning Washington va Tokio sepiga qo'shilishini lobbichilik qilish muhim ahamiyatga ega ekan. CNN Türk xabar kanalining yangi xabariga asoslanganda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikdan qochib, musulmon davlatlarida panohlanayotgan Uyg'urlar Xitoyga topshirilib berilish xavfi ostida yashayotgan. Arab Birlashma Xalifaligida panohlanayotgan Ahmad Talib 2018-yili Xitoyga topshirib berilgan. CNNning muxbirlari Ahmad Talib Dubayda qo'lga ilinib 8 kundan keyin, ya'ni 2018-yili 20-fevralda Dubay saqchilarining qo'lidagi Xitoyga topshirib berish rasmiyatiga erishgan. Rasmiyatda Ahmad Talibning dastlabda Xitoyga topshirilib berish shartiga to'shmaganligini, shunga qo'yib etilganligini, boshqa bir sabab bilan tutqun qilinmoqcha bu qadimgi tutqun qilinish sababining bekor qilinganligiga doir isbotga va 28-yanvarda Xitoyga topshirilib berganlik xabariga erishdi. Dubay va Arab Birlashma Xalifaligi doiralari CNNning muxbirlarining nima uchun Xitoyga topshirib berilganligi to'g'risidagi so'ralgan savollarga javob bermagan. Tutqun qilinganda u homildor ayoli Amanisa Abdullaga Dubayning panohlanish uchun bexatar joy emasligini, o'g'lini elib Turkiyaga ketib panohlanishni topilgan. Amanisa Turkiyaga kelgan. Xabarda aytilishicha, Misr 21 nafar,
İnsan haqları faoliyatçılarının bergen məlumatıga qaraganda 2017-ci il köpüncüsü Azhar Üniversitetida oquydigan 67 nəfər. Saudiya Arabistani 2018-ci il qo'lga ilingan Hamdullah Veli va Osman Ahmadni o'z ichiga olgan 5 nəfər. Arab Birleşme Xalifaligi 2 nəfər, cəmi 28 nəfər Uyg'urni Xitoyga topshirib bergan. Ba'zi xabarlardan Turkiyada panohlanayotgan bir ayolning 2 bolasi bilan birlikda Tojikiston orqali topshirib berilganligi ma'lum bo'lgan. İnsonga iymondan keyin lozim bo'ladigan hurvatdandir. Vatan qo'g'dash, qo'lga keltirish zarur bo'lgan omonatdir. Vatan olgan nafasdir. Vatanparvarlik g'ururning yuksak pallasidir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik dushmanning oldida shirdek hurkurmak demakdir. Vatanparvarlik dunyo maishatlaridan voz kechish demakdir. Vatanparvarlik kollektiv manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun ko'rish demakdir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik yuraklik bo'lish demakdir. Vatanparvarlik Allohga tavakkul qilish demakdir. Vatanparvarlik o'limga yugurish demakdir. Vatanparvarlik iymonning kuchini ko'rsatish demakdir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.